Eski saroyda sendakalar to'lib yotibdi. Juda senbop joy o'zi. Shahzodani onasi saroydan ketishi mumkinmi? O'g'il tug'ishingni qayoqdan bilasan? Keyingisi ham o'g'il bo'ladi. Keyin ham o'g'il bo'ladi. Keyin yana o'g'il bo'ladi. Agar volidamga bir narsa bo'lsa, buni gunohi sizning bo'yningizda bo'ladi. Volidamning so'zi mening so'zim. Hukmdorimizga buning hisobini berish kerak bo'lsa, men javob beraman. Bu men bilan volidam ikkimizning o'rtamizdagi masala. Volidamiz nega bunday ish qildi? Ammo volidamiz shuning uchun, ya'ni hech kimga ishonmagani uchun ham. Men o'g'il tug'aman. Yana o'g'il tug'iladi. Doim o'g'il tug'aman. Shunaqa deganmiding? Degandim. Lekin sen hatto bitta qiz ham tug'olmaysan. Agar volidamning boshidan tola soch to'kilsa, bilib qo'ying, shu saroyni boshingizga ag'daraman. Mening ismim Mehrimoh Sulton, Xurram Sultonning qiziman.